Nu qani endi qishloqqa qani boshliq odamlarni yaxshi ko'rmayman o'zi. Hammaga salom do'stlar, men otim Kompot. Yangi joyimga xush kelibsizlar. Do'stlar, men hozir qishloqni kutib o'tiribman. Au esa meni qo'shdim. Chunki men unga birini qaytarib berishim kerak. Men undan birini olib turdim, shuning uchun gaplashuvdi. Ertaga qaytarib beraman deb. Mana shu ko'rishamiz zodi. Au hali ham kelgani yo'q, ammo uni esa 1,5 soatdan beri kutib o'tiribman do'stlar. Nima bu nima qilyapti o'zi qishloq uydamikan? Qishloqqa ochiq qol, davay. Bu yerda yo'q ekan. Tushunmadim, uyda yo'q ekan. Bu qanaqadir g'alati ko'rinyapti. Har doim uyda bo'lardi u. Ham do'stlar, qishloqda qanaqadir g'alati, jimjit, hech kim baqirmayapti. Mazza qilib o'ynayapman men ham. Hech kim yo'q qishloqda do'stlar. Men ham tushunmayapman. Baqir-chaqir bo'lardi. Bitta ham qishloq quli yo'q bu yerda. G'alati ko'rinyapti. Mam uyda lekin bo'lishadi. Hozir ham katta uyda bo'lishadi, lekin qishloqlar har doim bu yerda-chi, bu yerda ham yo'q ekan do'stlar. Qanaqadir qishloqlar nimadir bo'lgan. Qishloqlar qanaqadir o'zidan o'zi yo'qolib qolibdi. Nima? Qishloqlar, sizlar nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Nima bu? Pushkalar nima bo'lyapti qishloqlar? Kapot, senga baqirdik-ku, biz eshitdingmi? Yo'q, men eshitmadim baqirganinglarni. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Kim o'tqizdi sizlarni bu yoqqa? Kapot, juda ham holat voqea bo'ldi. Bilasanmi, bizlarni kim bu yoqqa kletkaga o'tqizdi? Juda ham bo'ldi, ovozlaringni o'chiringlar, hisobga yozsalar. Salom Kompot. Doda bu xavfli ketish kerak bo'lgan. Qara, kimdir mamlani kletkaga o'tkazibdi. Qarang qopqonga. Kim bo'ladi? Voy Kompot, nima soddasini? Axir mani qara zo'r chiqdimi? Nima san doda mamni qara lava tagida pushkalar borsan, aqlingdan ozganmisan? Ne bilan o'tqazasan? Ne unaqa qilsan o'zi? Kompot, men professionalman axir qopqon bo'yicha. Yo'qotdim yo'z qopqonim qaragan. Chiqaz bilan nima qilsan o'zi? Men biz tashiyman hozir xohlasam. Bo'ldi. Biz urmagan o'zi qishloqlarni o'zi aydor. Tushunsan, buni bu yoqqa o'tkazganimni. Qishloqlar men burni kattalar o'zinglar aydorsizlar. Tushunasizlarmi? Nimaga o'zi aydor bo'ladi? Sen eshitmagan yo'q hali qishloqlar. Sen bilan yaxshi munosabatda bo'lgan, tushunmadim. Ne unaqa qilasan o'zi? Xoladim qildim deb axir professionalman, xohlasam любой odam qopqonga o'tkaza olaman. Tushundingmi Kompot? Shunaqa deb endi qishloqlarni ham o'tkazish kerak edi. Zato meni o'tkaza olmaysan, doda. Men bilan jihozgin tezroq. Kompot, nimalar deyapsan? Hozir seni ham qopqonga o'tkazaman, yurgin orqamdan. Urmagin doda, bo'pti, yuraman. Nima xohlayapsan o'zi bizdan? Nima bu endi? Ko'proq almas Kompotga. Bu yerda juda ham ko'p almas. Kompot kirib ko'rgan ichiga juda ham ko'p almas. Sen uchun olib kelgan. Mana shu eshikning ichiga kirib ko'rgan. Bo'pti, kirib ko'raman. Nima ekan endi bu shu qopqonmidi? Bo'ldi, mana chiqdim. Nima qilganing bu? Ishlamay qoldi. Kompyuter ustozi ishlardi. Ne unaqa bo'ldi? Ishlardi-ku axir. Doda, bo'ldi. Hozir qishloqlarni chaqirasan, kelsanga tez yordam chaqiramiz. Shifoxonada seni tuzatishadi, tushundingmi? Nima deyapsan? Men ustimdan kulmagin. Ishlash kerak edi. Prosta ham ishlamay qoldi. Mana shu ishlash kerak edi, axir ishlamay qoldi. Bilmadim nima bo'lganini o'zi bu yerda. Doda, bo'ldi, chiqazgan qishloqlarni. Yur keyingi qopqonimga mana. Qopqon emas, juda ham ko'p almas bor joyga. Yaxshimisizlar qishloqlar? Hozir men qaytaman, xo'p. Navoiy Kompot tezroq qaytgan. Qo'rqinamiz biz o'sha qishloqlar bilan tezroq bizdan chiqazgan. Bo'ldi. Hozir men aytaman. Nimalar gaplashyapsan la'natda, davay. Zo'rroq ko'proq almas joyga boraman seni. Mana mashat. Nima bu endi? Qopqonim meni professionalman-ku axir. O'zi 2 yil oldin qopqonni men o'ylab topganman. O'sha yerdan o'tgan. Mayli, mana o'tdim. Doda, nima xohlayapsan? Boshqatdan sekin bosib qo'yaman. Da, yana bir marta o'tgin shu yerdan. Bo'ldi, mayli o'taman. Ana doda, nima qilyapsan? Bo'pti, g'alati qopqon ekan bu. Mana mashti qizilli joyini o'rtasiga turgan oting nima edi? Kompot men otim. Slavik-da o'sha yoqda turgan. Hech qanaqa Slavik emasman. Men Kompotman. Yigor bo'lmasan turgan o'sha yoqqa qizilli o'rtasiga. Xo'p, qizilli o'rtasiga turishimni xohlayapsanmi o'zi sen? Mayli, turaman. Nima bo'larkan? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish.
Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Sen turib ko'rgin Yegor, hech qanaqa ish ko'rmasman, Slavikim o'zim mayli turib ko'raman. Xo'p, ketdi hop. Endi nima bo'ldi endi bu? Unaqa emas, Ahmetga turgin, qizil joyiga g'oz ko'rsatib, nima qilding? Ustuna kulyapsanmi? Chiqas bo'tdan. O'zing tushdingmi doda? Mana tezroq hozir bo'tdan chiqadi degan umidda emasman. O'shaning uchun tezroq qishloqlarni chiqazish kerak bu kletkadan. Obbo, o'sha yerda qolib ketsin-da. Qishloqlar kimda kirka bor? Men uyda kirka bor edi. Kompotesam yugurgan shaqqa. Bo'ldi, hozir kelaman. Do'stlar, hozir kirka bilan qishloqlarni chiqazaman bo'tdan. Hozir doda o'tdan chiqolmayotganida ketdi bo'lmasam davoyda. Nima? Ana tushdingmi qopqoningga baribir rustan kulish kerakmi-da? Biz o'rmagan chinchilarmi xos portlataman bo'tda. Hech qanaqa kerak emas. Menga qochib turgin. Qani qishloqlarning o'z narsalari bo'tda kirkalari. Kirkalni olib turdim bu chuqur qurishga. Hali tayyor bo'lmadi. Sen chiqib turgin, keyin yana bir marta kirasan. Tushundingmi, kompot? Davay, hozir qurib olaman. Sen chiqib turgin, yana bir marta kirgin. Hozir bo'pti, kiraman. Ketdim. Mana o'zimda ham kirka bor edi-ku. Nima qilaman u yoqqa borib? Davay do'stlar, eshik ochiq ekan demay doda chiqib ketdimi-da? Doda chiqib ketibdi. Mana obonam yuradi bu. Kirka olib keldim. Hozir qishloqlar sizlarni qutqaraman. Hech qanaqa qutqarish kerak emas, kompot. Men bilan qaragin, zo'r turibdi-yu. Davay qutqarib tashlayman, qochib turinglar. Kompot, biz urmagin. Men просто maqsadim mani professionalniy qopqon qilish. Tushunsanmi, kompot? Professionalniy qopqon qilish. Nima qilasan uni sen endi? Obbo, qishloqlarni bo'lmasam chiqazgin. Keyin menga qopqon qurishlarni o'rgatasanmi? Sindirib urmagin, kompot. Bo'ldi, doda. Kompot, menga qaragin, sen menga o'rgatgan qanaqa qopqonlik qilishni. Men professional bo'lmoqchiman, krutoy bo'lmoqchiman. Hani o'rtog'im bor, u Mikhail. O'sha qopqonga tutmoqchiman. Nima qilishim kerak, kompot? Menga o'rgatgan sen bilasan, iltimos. Bo'ldi, urmagin, senga o'rgataman. Qanaqa qilib shu doda ketsin, mashq qishlardan ketsin. Qanaqa qilib nima deyishim kerak? Bo'ldi, topdim. Bo'ldi doda, qara, senga men o'rgataman qopqonlik qilishni. Sen krutoy bo'lasan, super, puper, duper. Eng krutoy doda bo'lasan, eng zo'r qopqonlik qiladigan doda bo'lasan. Bo'pti, kompot, juda ham zo'r. Nima qilish kerak ekan bo'lmasam? Qara, sen judagina ozgincha narsalar olib kelishingga juda ozgincha narsalar. Qara, menga hozir 4 ta daraxt kerak bo'ladi, 5 ta bo'g'ishni kerak bo'ladi, 4 ta chinchi kerak bo'ladi, 5 ta porshni kerak bo'ladi, keyin 3 ta obsidian kerak bo'ladi, bedrock ham kerak bo'ladi, gul ham kerak bo'ladi, menga suv kerak, lava kerak, 2 ta redstone kerak, qizil blok kerak, ko'k blok kerak, yana mana uydan sandiq olib chiqishing kerak, ot, mushuk, kuchuk kerak, yana gul ham olib kelgin, kaktus ham esdan chiqmasin. Kompot, hozir aytganlaringdan faqat menda kaktus bor, chinchi bor. Bo'lmasam ber, menga yana gul kerak, gul olib kelishing kerak. Mana kaktus hozir olib turgin, yana bunaqa blok bor menda. Chinchi, mametta sut bor bitta chele. Menga yana gul kerak, gul ustiga menga gul kerak. Gul menga hozir boru gul lekin kerak edi bittasida. O'tda juda ham ko'p odamlar bo'ladi. Mazza qilib dam olamiz. Nima deyapsan? Bo'pti, men aloqa. Mayli, olgin gulingni. Menga guling kerak emas, qayerqa boryapsan? O'zi kimga padlar qo'yapsan? Gulingni sovg'a qilsan. Doda, bo'pti. Men gulingni olib qo'ygan. Menga anetdan o'skin kimgadir bermoqchi ekansan, gul. Mana ol. Bo'pti, menga yana buket qilib berarsan, gul. Buket bo'lsa zo'ra bo'ladi. Bo'ldi doda, qilib beraman senga buket. Menga gul olib kelgan. Qani bo'ldi doda, ketdi. Hozir qishloqlar, hozir men sizlarni qutqaraman. Sabr qilib turinglar ozgincha. Do'stlar, mana dodaga shuncha vazifa berdim. Hozir gul olib kelishga ketdim. Ammo unga hozir qopqon qilishim kerak. Bu qopqonga chiqiladi, keyin men qishloqlarni qutqaraman. Xo'p, men bitta narsa olib kelishim kerak. Hozir mana bo'ldi, kerakli narsalarni olib keldim. Ko'ryapsizlar, mana nimaligini. Bu esa ko'rinmas blok. Hozir mana shu qazimizga ko'rinmas blok qo'yib qo'yamiz. Yoqqa pushka qo'yib qo'yamiz. Agar u buyoqqa kelsa, pushka otib tashlaydi keyin. Sal chuqurroq qilish kerak. Keyin ko'rinmas bloklar qo'yib qo'yamiz. Buyoqqa tushib ketadi qishloqlar. Men qutqaraman kelgan. Bu yerda qancha hozir qolib ketaveradi. O'yindan ham chiqib ketishi mumkin qo'rqgandan. Mayli, yetarmikan? Shu bo'ldi, yetadi shu. Bunaqa ko'rinmas bloklar qo'yib qo'yamiz do'stlar. Ichun bu yoqqa bossin, nima bo'lishini mayli sizlarga ko'rsatib qo'yaman hozir nima bo'lishini. Hoppa, ana do'stlar, ko'rdinglarmi? Bossi
pastga tushib ketasizlar. Bo'ldi, mana chiqib qoldim. Endi dodani kutamiz kelishini. Yo'q, men yoqqa pushka qo'ymadim-ku. Davay yetarmikin qo'lim? Obbo, yetmayapti-yu qo'lim, davay. Oppani do'stlar qo'yildi. Agar mana qaranglar, yiqilib tushadi-yu bu yoqqa, yiqilib tushgandan keyin pushka otaveradi do'stlar. Voh, yomon bo'ladi, lekin sog'lom bo'lmaydi endi doda. Hamma yoqqa tushib ketsa yana pushka otaveradi. Bo'ldi. Qani doda endi? Nima qilsana? Qochinglar, men kelyapman. Qo'ylaman, qanaqa to'xtatadi bu mashinani? Mana buni qarang, nima qilyapti bu? Ne mashina yuribdi. Obbo, nima qilding doda? Urib qo'ydim kapot. O'chirganman, mana nima qilib qo'yding? Bo'ldi, o'chirdim. Ne unaqa qilsana, nima qilding o'zi? Nima qilganing bu? Prosta senga gul topolmadim. Nima bu? Nima bu? Anaqa kamera-yu, seni videoga otdi prosta. Men blogerman, bilasan, video olaman o'zimga. Tushunarli bo'lmasam, qani ko'rsam bo'ladi. Nimaligini kamera ekan, menga yoqadi shunaqa kameralar. Men ham o'zi bloger bo'lmoqchi edim. Mayli bemalol, davay borib ko'raver kamerani. Nima? Kompot. Mana buni qarang, nima baqirishini. Do'stlar, bo'ldi. O'yindan chiqib ketdi, ko'rinmayapti. Do'stlar, qo'rqgandan o'yindan chiqib ketdi. Bo'ldi, yes. Wow, do'stlar, bo'ldi. Dodadan qutuldik. Qo'rqgandan o'yindan chiqib ketdi. Ko'rdinglarmi, qo'rqoqligini qanaqadir g'alati doda. Hozir qishloqlar, men sizlarni qutqaraman. Kapot bo'ldingmi? Bo'ldi. Doda qo'rqgandan o'yindan chiqib ketdi. Boshqa bir yoqqa kelmasa bo'ldi endi. Nima qildi? O'zi qanaqa qilib sizlarni bu yoqqa tutib oldi? Bilmadim, kapot qanaqadir qilib sizlarni qopqonga tutib oldi. Qanaqadir g'alati aqldan ozgan dodaga rostdan. Shunaqa o'zi Olgista Paramizani qishlog'iga keluvdi, qanaqadir aqldan ozgan psixushkadan qochib keluvdi. Ana bo'ldi qishloqlar, qani ketdik pastga. Qishlog'i seni ham tushundim. Nimaga men seni 1,5 soat kutganimni, birini bermoqchiman senga. Kapot xabar qopqonga tutdi, endi nima qilardim men? Seni ham tushundim, birini qaytarib beraman ekan do'stlar. Mana bugun men ahlidan ozgan dodani chiqazordim bizning qishloqdan. Qishloqlarni ham qutqardim. Obbo, qishloqni ham vayron qildi. Qaranglar, hamma yo'lni qopqon qilib tashladi. Endi hammasini buzish kerak. Hammayli do'stlar, boshqa kelmaydi degan umiddaman. Men ahlidan ozgan dodam. Do'stlar, bo'pti, like bosish, obuna bo'lish istan chiqmasin. Do'stlar, hozir uyimda paydo qolmasmikin shu doda. O'yinda yo'q ekan. Bo'pti, like bosish, obuna bo'lish istan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar.